Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Amerika Xitoy navbatchi aeroplanlariga yangi cheklama chiqarmoqchi. Amerika hukumati Xitoy Avasiya shirkatlarining Amerikaga berish qaytish liniyasida Rossiyaning havo bo'shlig'idan uchishini cheklash taklifini o'tirg'a qo'ygan bo'lib, buning oldini olmaganda Amerika Avasiya shirkatlarini foydasiz ahvolga tushirib qo'yadiganligini ta'kidlagan. Amerika Avasiya shirkatlari uzundan buyon Xitoy Avasiya shirkatlarining Rossiyaning havo bo'shlig'ini Amerikaga berish qaytish liniyasida ishlatishiga yo'l qo'yish qarorini tanqid qilib kelgan. Chunki bu uchish vaqtni yiqilg'u sarfiyotini qisqartib, tannarxini tuvallatadi ekan. Rossiya 2022-yili 3-oyda Ukrainaga keng ko'lamda tajovuz qilgandan keyin Amerika, Yevropa ellari qatorliq ko'plagan davlatlar Rossiya navbatchi aeroplanlarining o'z havo bo'shlig'ida uchishini cheklagan. Rossiya bo'lsa mazkur davlatlarning bu qaroridan o'ch olish uchun Amerika va boshqa nurg'unlagan chet el Avasiya shirkatlarining Rossiya havo bo'shlig'ida uchishini cheklagan. Ammo Xitoy bu cheklamaga uchramagan. Amerika qatnash ministrligi payshanba kuni qarab chiqilayotgan buyrug'ida navbatdagi vaziyatning adil bo'lmaganligini va Amerika Avasiya shirkatlarining raqobatiga ko'rinarli foydasiz ta'sir ko'rsatganligini o'tirg'a qo'ygan. Amerika qatnash ministrligining qarori Xitoy Avasiya shirkati, Xitoy Sharq Avasiya shirkati, Xiamen Avasiya shirkati va Xitoy Janub Avasiya shirkati boshqaradigan Amerikaga berib qaytadigan bir qism navbatchi aeroplanlarga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Amerika qatnash ministrligi Xitoy Avasiya shirkatlariga javob qaytarish uchun 2 kun vaqt bergan hamda oxirgi buyruqning noyabrdan boshlab kuchga ega bo'ladiganligini aytgan. Xitoyning Puhraviy Avasiyani nazorat qilib boshqarish organi Xitoyning Amerikadagi bosh elchixonasi, Amerika Avasiya shirkati, Delta Avasiya liniyasi va Birlashma Avasiya shirkati qatorliq Xitoyga uchadigan Avasiya shirkatlari bu to'g'riliq hech qanday ifoda bildirmagan. Xitoydagi 3 cho'ng Avasiya shirkatining pay bahosi bugun tushib ketgan bo'lib, jumladan Xitoy Janub Avasiya shirkatining 1.3% tuvalligan. Xitoy Avasiya shirkati va Xitoy Sharq Avasiya shirkatining ayrim holda 1.26% va 0.95% tuvalligan. Avstraliya bilan Hindiston davlat mudofaa kelishimi imzoladi. Xitoyning Dengiz okean rayonidagi zo'migarligi tahdidi borgan sari kuchayayotgan bir vaziyatda Avstraliya va Hindistonning davlat mudofaa ministrlari payshanba kuni Avstraliyaning Hind-Tinch okean rayonidagi muqimlikni qo'g'dash nishon qilingan bexatarlik kelishimi imzoladi. Avstraliya davlat mudofaa ministri ishxonasi e'lon qilgan bayonotda Avstraliya bilan Hindiston yuqori darajalik bexatarlik hamkorlashuvchilari bo'lib, davlat mudofaa hamkorligimiz Hind-Tinch okean rayonining muqimligini qo'g'dash uchun konkret natijalarni elib keladi, deyildi. Bu qatimliq ziyorat Hindiston davlat mudofaa ministrining 2013-yildan buyon tunji qatim Avstraliyaga berishi hisoblandi ekan. Xabarlarda qayd qilinishicha, Richard Marles bilan Rajnath Singh ikki davlat armiyalari o'rtasida xodimlarning o'zaro suhbatlashishi uchun bir munbar qurish va suvosti paraxodlarini qutqizish hamkorligini o'z ichiga olgan kelishim imzolagan. Hindistonning 7-oyda Avstraliyada 2 yilda bir o'tkaziladigan ko'p davlatlik Talisman sabir harbiy manevriga tunji qatim qatnashishi ikki davlat o'rtasidagi davlat mudofaa sohasidagi munosabatlarning texmi mustahkamlanganligidan darak beradi ekan. Mutaxassislar Hindistonning bu xil ikki taraflik munosabatlardan Xitoy bilan Amerika o'rtasida Hind-Tinch okeanda davom qilayotgan strategik kurashda muhim rol o'ynash uchun foydalanayotganligini eskartgan. Bu Avstraliyaning 1951-yili Amerika va Yangi Zelandiya bilan imzolagan AUKUS shartnomasidan boshqa ittifoq darajasida tuzgan birdan-bir bexatarlik kelishimi hisoblandi ekan. Isroiliya armiyasi G'azzaning sharqiga qarab chekinishga boshladi. Isroiliya kabineti Isroiliya bilan Hamas o'rtasida 9-oktyabr payshanba kuni imzolangan urush to'xtatish kelishimini bugun 10-oktyabr juma kuni atiganda tasdiqlagan bo'lib, Isroiliya va Hamas har ikkilisi dastlabki bosqichning moddalariga amal qiladiganliklari to'g'risida va'da bergan.
Bu kelishimning birinchi bosqichi 3 asosiy moddaga markazlashgan bo'lib, mahbus almashtirish, Isroiliya askarlarining bekitilgan chegara liniyalariga chekinishi va bir necha yillik qamaldan keyin G'azzaga jiddiy insonparvarlik yordamlarining kirgizilishiga ruxsat qilishni o'z ichiga oladi ekan. Isroiliya armiyasi Amerika prezidenti Donald Trumpning qo'rshav ostidagi Falastin zaminidagi urushni oxirlashtirish planiga asosan belgilangan rayonlarga qarab bosqichli holda askarlarni chekintirishga boshlagan. Isroiliya 12 kanalining bugun tarqatgan xabarida oldimizdagi 24 soat ichida Isroiliya armiyasi Trumpning planiga asosan Isroiliya bilan Hamas o'rtasida kelishim hosil qilingan seriq siziqqa qarab G'azza ichidagi belgilik rayonlardan chekinishni tamomlaydi. Isroiliya armiyasining Rafah va Xon Yunusdan va G'azzaning shimolidan sharqqa qarab chekinib, Isroiliya davlatining chegarasiga yaqinlashishi mo'ljallanmoqda deyilgan. Undan boshqa prezident Trump Hamasning 13 oktyabr barliq isroiliyalik asirlarni topshirib beradiganligini bildirgan. Amerika prezidenti Donald Trump bu bayonotini Isroiliya bilan Hamas o'rtasida hosil qilingan G'azza urush to'xtatish kelishimi e'lon qilingandan keyin go'riga elinganlarning oilalari bilan o'tkazgan telefon suhbatida qilgan. 29 sentabr tunji qatim e'lon qilingan 20 moddalik plan barliq isroiliyalik asirlarni Falastinlik mahbuslar bilan almashtirish, urush to'xtatish, Hamasni qurolsizlantirish va G'azzani qayta qurishni o'z ichiga oladi. Hurmatli ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarlarimiz shu yerda oxirlashdi. Inshaalloh atigi programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.